İsa aleyhisselam dua qilarkanlar: ey Robbim, agar bularni azoblaydigan bo'lsang, o'zingni bandalaring. Agar ularni mag'firat qilsang, albatta sen aziz, hakim zotsan dedilar. Ushbu oyatlarni Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam o'qirkanlar, darhol qo'llarini duoga ochib, Allohumma ummati duo qilarkanlar faqat shu so'zi bilan: ey Alloh, ummatim, bu zot o'zlarini yig'idan to'xtata olmadilar. Ana shunda Alloh azza va jalla: ey Jabroil, Muhammadga boring sallallohu alayhi vasallam. Robbingiz o'zi bilguvchi, so'rangchi, u zotni nima yig'latdi dedilar. Shunda Jabroil alayhissalom kelib so'radilar: ya Rasululloh, Alloh o'zi bilib turibdi, lekin sizdan so'rashimni buyurdi. Sizni nima yig'latyapti dedilar. Shunda Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam: ummatim dedilar. Shunda Jabroil alayhissalom Allah aytdi: inna sanurdika fi ummatik va la nasuk. Biz sizni ummatingiz haqida albatta rozi qilamiz, sizni xafa qilib qo'ymaymiz degan mana shu vahiyni olib kelgan ekanlar. Bu hadisi sharif ham Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamni siz bizga naqadar mehribon ekanliklarini ko'rsatadigan, u zotni siz bizga nafaqat ota-onamiz, balki o'zimizdan ko'ra mehribon ekanliklarini bayon qiladigan hadisi shariflardan biridir azizlar. Haqiqatda Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ana shundan keyin meni ummatimdan birortasi do'zaxda ekan, men rozi bo'lmayman degan ekanlar. Biz ana shunday zotning ummatlarimiz. Shuning uchun ham biz u zotga muhabbat qilishimiz shart. Ana shu bir kishiga muhabbat qilinadigan bo'lsa, nimalar shart qilingan bo'lsa, ana shuni hammasi Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamda jamul jamid. U zot sallallohu alayhi va sallam hatto qiyomatda ham hali mizonga borib, hali sirotga borib, hali Havz Kavsar ustida turib ummatlarini shafoat qilib yurarkanlar.